Buyuk Britaniyada 6 oylik mavsumiy ishda ishlab, bir oyda qancha daromad topish mumkin? Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. 2024-yil Buyuk Britaniyada 1 soat ish haqqi 11.44 funt sterling edi. 2025-yil esa bu narx 1-apreldan 12.44 funt sterlingga ko'tarildi. Shaxsan men Buyuk Britaniyada 2022-yildan beri, ya'ni 3 yildan beri mavsumiy ishlarda ishlab kelaman. Siz meni profilimga obuna bo'lib, Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishlar haqida barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xullas, shunday qilib 6 oy davomida qancha daromad qilsa bo'ladi. Bu ma'lumotni men opsiyada yozib qoldiraman. O'qib, bilib, aniqini bilib olishingiz mumkin. Bu videoni Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishga bormoqchi bo'lgan yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying va menga obuna tugmasini bosib qo'ying.